Assalomu alaykum akalar. Mana bugun 2019-yilda Damas sotib oldik. Surxondaryo viloyati Denov shahridan. Mashinamiz o'ng tomonga yon boshlaganda zarba qattiqligidan old stoykalarimiz bukilib ketgan, qo'l kiradigan darajada ko'rib turganingizdek, men qo'lim kirib ketyapti mashinada. Oldilar but-butun. Chap tomonga kelsak, mashinamizni chap tomonda eshiklarda miyatina tushadigan joylari bor. Hozir salonlarni ko'rsatib o'taman. Mashinamizda probegi ko'rib turganingizdek 64 ming. Egalari yaqinda 4 ta yangi balon qo'yib qo'ygan ekan. Tomlarimizda ham miyatina bilan chiqadigan ishlar bor. Orqa krilosi alishadi, mana bu adashmasam. Orqa bagajga kelsak, orqa bagajda ham miyatinali joylari bor. O'ng tomonga kelsak, o'ng tomonga yon boshlaganda mashinamizda orqa stop darajasi mana barmog'im kirib ketadigan darajada ochilib qolgan. O'ng tomon o'rta eshigimizda ko'rib turganingizdek, men qo'l bemalol kirib ketadi. Tashqi tomonga qiyshayib qolgan. Kimda shunaqa mashinalar bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab olamiz. 24 ga 7 aloqadamiz. Pastda telefon raqami qoldiramiz. Siras telefon qilib yaxshi narxda mashinalar sotsangiz bo'ladi.